Assalomu alaykum, Xolis xizmat fondining aziz muxlislari. O'tgan safar siz azizlarga Qoradaryo ayili, ya'ni Ribxos hududida yashovchi, ko'p farzandli va boquvchisini yo'qotayotgan bir oilaga uy taqdim etilgani haqida videoni havola qilgan edik. Bugun esa yana bir savobli ish niyatida Uzgan shahrida yashovchi yordamga muhtoj oilalardan biri uchun uy qurishga bel bog'ladik. Biz sizlarga ko'rsatadigan ushbu xonadon juda ham tashlandiq holatga kelib qolgan. Orishcha aytganda, haqiqiy avariyniy holatda ekanini o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. Uyning ahvolini ko'rgan Abdulaziz domla ham hayratga tushib, nahotki bu uyda hali ham inson yashab kelayotgan bo'lsa, deya Uzgan ahlini va barcha saxovatli insonlarni ushbu oilaga yordam berishga chaqirib o'tdilar. Inshaalloh, siz azizlarning qo'llab-quvvatlovingizz bilan bu oila ham munosib va iliq xonadonli bo'ladi. İnsanlarda yashash tarzi shu darajada yuksak bo'ldi. Ota-onalarni ko'rsangiz, otga solingan ota-onani ko'rsangiz, molga solingan molxonani ko'rsangiz yoki qo'yxonalarni ko'rsangiz, qasr qilib tashaganda. Odamlar molga shunchalik e'tibor berib, qo'yga, otga shunchalik e'tibor berayotgan zamonda bir odamga e'tiborsizlik bu yaxshi narsa emas-da. Bu xonadonni holatini ko'rsanglar, hozir videolardan ham ko'rasizlar. Bu O'zganda bunaqa xonadon bo'lishligi meni tasavvurimda yo'q narsa edi. Biz hozir O'zgan shahridagi To'rko'cha mahallasini Ulug'bek 2 ko'chasidagi xonadonlardan bittasidamiz. Xonadonning sharoiti mash. Endi bu yerdan o'tib ketgan, bu xonadonga kirgan odam yordam bermasdan o'tib ketishligi mumkin emas. Musulmon emas, oddiy inson, vijdonan oddiy inson yordam bergisi keladi. Mana shu mahallada istiqomat qiladigan bir rus millatiga mansub Andrey ekan o'zi xonadonni ko'rib turib, o'zi hali hech kim ishlas demasdan 20 ming beraman deb. Endi mana shu holatdagi xonadonga biz ko'z yumib o'tib ketsak yaxshi bo'lmaydi. Endi biz O'zgan xalqi har doim saxovat pesha bo'lgan. Har doim qiynalganlarning yonida turgan. Biz buni sizdan ko'ra, mahalladagilardan ko'ra biz buni ko'p bilamiz. Nimaga desangiz, fond har xil ishlar bilan shug'ullanar ekan, biz shu yerda deganimiz xalq. Biz ham cho'ntagdan qurib bermaymiz, palonchining cho'ntagiga ishonmaymiz. Faqat Alloh taoloning fazli bilan shu O'zgan xalqini saxovat peshaligiga ishonib turib boshlayapmiz. Xudo xolasa mana shu yerga zo'r qilib, mana shularni kuzgacha olib kelib qo'yishga harakat qilamiz. Alloh taolo hammaga tavfiq bersin, hammani mana shu uyni qurilishiga hissa qo'shishlikni nasib qilsin. Xolis xizmat fondi boshlamoqchi bo'lgan ushbu savobli ishni qo'llab-quvvatlash maqsadida 50 boshi mahalla oqsoqollari va nuroniylar mazkur xonadonga tashrif buyurishdi. Ular uyning holatini ko'zdan kechirib, o'zlarining qimmatli fikr va maslahatlarini bildirishdi. Suhbat va maslahatlar jarayonida barcha bir fikrga kelib, bu xayrli ishni imkon qadar tezroq boshlash kerakligini ta'kidlashdi. Maslahat yakunida esa O'zgan shahar bosh imom xatibi Ayyubxon domla ushbu xayrli ishga oq fotiha berib duo qildilar. Inshaalloh, yaxshilarning duosi va saxovatli insonlarning qo'llab-quvvatlashi bilan bu oila ham munosib va fayzli xonadon sohibi bo'ladi. Mana shu yaxshi ishlarimizni Parvardigor boshlab, chiroyli bilan oxiriga mukammal yetkazishlikni Robbim nasib qilgan. Amallarning ichida eng yaxshisi bu musulmonlarga manfaatli bo'lishi. So'zlar ichida eng yaxshisi o'sha mo'minning qalbiga ko'rsatish. Inshaalloh Xudo xolasa mana shu xursand bo'lishni zikr qilib, ibodat qilib, yaxshiliklar bo'lsa inshaalloh eng yaxshi amallar amal qilingan bo'ladi. Alloh taolo hammamizga ham himmat bersin. Parvardigor hammamizni ham mana shunday yaxshi ko'p yaxshi ishlarga sabab chiqsin. Parvardigor mana shu boshlanishi bo'lsa xursandchilik bilan oxirlarida yana yig'ilib qullantirishlikni Robbim Azizlar, yordamga muhtoj bo'lgan hamshaharingizga befarq bo'lmang. Imkoningiz darajasida ushbu savobli ishni qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolamiz. Siz sabab bir xonadonning boshpanali bo'lishi, bir oilaning qalbiga umid va quvonch kirishi, bu juda ulug' va go'zal amaldir. Quyidagi karta raqamlari orqali himmat qilib, o'z yordamingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Alloh taolo qilgan ehson va sadaqalaringizni dargohida qabul qilsin. Rizqingizga baraka, xonadonlaringizga tinchlik va fayz ato etsin. Aziz muxlislar, biz sizlar bilan xayrlashamiz. Allohning panohida bo'ling.